Xo'p, senga savol. Seni eng yaxshi xususiyating nimada? Mening eng yaxshi xususiyatim noto'g'ri savol berishsa, o'sha odam kim bo'lishidan qat'iy nazar yo'q deya olaman. Ha, yo'q deya olaman degin. Shu gapingga javob bera olasanmi? Yo'q. Jim, nima kulbi? Tushunmadim. Maynavachchilik yig'ishtir hamma. Xo'sh, oilada nechta farzandsizlar? 4 ta o'g'ilmiz. 4 talasi ham o'g'ilmi? Yo'q, katta akam qiz. Voy betarbiya, juda aqlsiz ekansan-ku. Mayli, hech qisi yo'q. O'zim tarbiyalab olaman. Hali meni sovunimga kir yuvmabsan. Ha, senga yana bitta savol bor. Agar bitta xaltada tilla, bitta xaltada aql bo'lsa, qaysi birini tanlagan bo'larding? Albatta tillani olaman-da. Aqlsizliging mana shu yerda yana bir bora bilindi. Seni o'rningda agar men bo'lganimda aqlni tanlagan bo'lardim. Kimda nima kam bo'lsa, o'shani oladi-da.